Yangi Zelandiyada 49 kishining jiniga zomin bo'lgan masjid hujumiga qarta dunyodan orqa-orqadan bayonotlar keldi. Vaqada 2 masjidga qurolli hujum elib berildi. Shaharning Xalgi Baxtsi rayonidagi Al-Nur masjidi qurolli kishilarning hujumiga uchirdi. Hujum asnosida masjidlarning birida juma namozi o'qish uchun yig'ilgan 200 kishining borligi bildirildi. Sharqiy Turkiston uchur markazining raisi Abjil Qarqash bu haqda bayonot e'lon qilib mundaq dedi. Yangi Zelandiyaning Christchurch shahrida juma vaqtida 2 masjidga qilingan hujumda hayotidan ayrilganlar soni 50 ga yetgan. Yana nurg'un yaralanganlar bor. Terrorizmning diniy va millati bo'lmaydi. Bu bir qo'rqinchli manzaradir va bu manzara insoniyatga urush etishdir. Amerika Sharqiy Turkistonda Uyg'ur musulmonlariga qilinayotgan kishilik huquq tajovuzchiliklariga qarta Xitoyga embargo yurgizishga tayyorlik qilmoqda. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Robert Palladino rayonda yuz berayotganlarni cho'ng bir insoniy yo'qotish deb tasvirladi. Hamda Xitoy bu xil siyosatlarga xotim berishi va xohlagancha tutqun qilingan kishilarni qo'yib berishi haqidagi tirishchanligimizni davomlashtiramiz dedi. Xitoy Sharqiy Turkistonda millionlagan Uyg'ur va boshqa musulmonlarni qamagan atalmish kasbiy tarbiyalash markazlarini azaytadiganligini bildirdi. Xitoy muavin tashqi ishlar ministrligi Li Yuqing Janvadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashida so'z qilganda, Xitoyning kasbiy tarbiyalash markazlari deb nom berilgan qamab qo'yish o'rinlarining zarurligini aqldi va davlatning ichki ishlariga aralashishni qabul qilmaydiganligini aytdi. Amerika Hind Tinch okeani qo'mondonlik shtabi B-25 He yadro quroli saplangan aeroplanning Janubiy Xitoy dengizidagi doimlik manevr uchishini ilib borganligini bildirdi. Shuning bilan bir vaqtda Rossiya taratqullarining xabar qilishicha, B-25 He tiplik yana bir aeroplan Rossiya chegarasiga yaqinlashgan. Germaniya poytaxti Berlin boshchiligida Köln qatorliq cho'ng shaharlarda 10 minglagan o'quvchi klimat o'zgarishi siyosatiga qarshi yurish faoliyati o'tkazdi. Germaniya Birlashma hukumatining iqlim o'zgarishi haqidagi siyosatiga qarshi Germaniyaning kelgusi uchun juma kuni yurishlari shuari bilan faoliyat olib borgan o'quvchilar hukumatni ogohlantirdi.